Hech qanday mikser, hattoki qolipsiz ham 15 kishi to'yadigan shunaqangi mazali shokoladni tort biskvitini birgalikda tayyorlaymiz. 3 ta tuxumni chaqib, ustidan shakar solamiz. Venchikda yaxshilab aralashtirib, kefir ustiga soda solamiz. Reaksiyaga kirishib olgach, tuxumli massaga qo'shamiz. Unli mahsulotlarni barchasini elakdan o'tkazib solamiz. Shunda tortimiz yanada mayin chiqadi. Kamochkalarini yaxshilab ketkizib olib, 2 ta teng idishga bo'lamiz. Pergament solingan listda avvaldan qizdirilgan duxovka pechiga 15 daqiqaga 180 darajaga jo'natamiz. Pishib olgach, qolipda razmerini tushirib olib, sekingina ko'chiramiz. Krem uchun yumshoqqina tvorojniy sir, shakar hamda slivka kerak bo'ladi. Yaxshilab mikserlab olamiz. Bu krem shunaqangi mazali, umuman me'daga tegmaydigan bo'lib chiqadi. Xo'jlarimiz yanada sochli bo'lishi uchun ularni namlantirib, ketidan krem shu tartibda davom ettiramiz. Chetlariga bo'lsa urvoqlarini sepamiz. Eng ustini ganaj bilan bezatamiz. Bu tort sizni hayotingizdagi eng mazali, eng oson tort bo'lishiga 100% kafolat beraman. Video yoqqan bo'lsa, albatta sahifamga obuna bo'ling. Yaqinlaringiz bilan bu videoni ulashib qo'ying.